Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, maktabli ishqibozlari. Mana bugun Xudo xolasa ertalabdan boshladik. 18 yer, hozir 18, ba'zi 18dan ham oshiq haydab jo'raga olib beramiz hozir. Ikkinchi letda bo'lib qoldik. Puluklangan yerda kichkinalarga haydash kerak. Ularni boradi, mana chiqadi. Hozir benzinlikda jo'raga olamiz. Sababi sal sovutib qo'ydik, qizib ketdi bu. Dizel ishlayveradi. Aravalari va makka ekadigan belka. Ochamiz, videoga ketamiz, makka ekadigan belkani. Makkani o'zlari ekib dogovor shunaqa. Va boshqa joyga yer haydab ketamiz. Traktorga puluklangan joy. Jo'ng bo'lib qolgan. Jo'g'ini surish kerak. Dogovorda yo'q. Haydab joyga qo'yib bo'ldi dedi. Chiqadimi yo'q bilmayman. Chiqsa ham qiynalib chiqadi mana masjidlari bo'ldi. Mana shunaqa do'ng bo'lgan qish-qing'ir yerlarga grederimiz bor, greder xizmatlari bor. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumanida bo'lsa, olib ketsa albatta, o'zini mashinasida olib ketsa, yoki boshqa mashinalarga olib ketsa qilib beramiz qo'ldan kelgan. Boshqa rayonlarga ham boraveramiz. Kelishib olib ketsa bo'ldi, olib ketsa bo'ldi. Xudo xolasa. Benzinligimiz yaxshi. Bunda joyga olish sababi shustri, tezroq yuradi dizelga nisbatan. 14 juda katta bo'lmasa ham normalniy joy. Baribir bittalik ocharda sal vaqt ketadi. Oson emas. 40 minut 30-40 minut ketadi, to'xtamay ochilsa agar. Balki undan ham ko'p ketadi. Ko'ramiz. Ochiq jarayonni video qilib Xudo xolasa. Hurmatli hamkasblar, maktabli ishqibozlari, ko'ringlar, mazza qilinglar. Biron nima tushunmasanglar qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Telefon qilinglar. Telefon raqamlarim bor. Endi mana ekranga qo'ya olmayman, unaqa nima deydi? Ja tushunavermayman YouTube'da. Bizniki oddiy. Olamiz, YouTube'ga joylaymiz bo'ldi. Videoga olamiz, YouTube'ga solamiz. Boshqasini tushunavermayman nastroykalarini. Va YouTube'dan men pul ishlamayman. Pul kerak emas. Shu maktablovchilar ko'rsin, qiziqqanlar mazza qilsin, shuni o'zi kifoya bo'lsin. Omad hammaga, ko'ringlar, mazza qilinglar.